Bismillahirrohmanirrohim. Ko'pincha ayollar so'rashadi-da, mani maqsadim nima? Hozirda ko'pchilik rivojlanish, shaxsiy rivojlanish, insonlarga manfaat berish haqida juda kurslar, trenerlar yokida kitoblar o'qiyapmiz, izlanyapmiz. Hammada deyarli fikrlar judayam o'sgan. Ya'ni ayollarimiz man yanayam nimadir ishlar qilishim kerak, bu hayotga kelib insonlarga manfaat berishim kerak, man qanaqa manfaat berishim mumkin deb so'raydigan savollari ham ko'p bo'ladi-da. Avvalambor birinchi bo'lib aytardimki, biz ayollarga manfaat berishimiz albatta oiladan boshlanadi. Oiladan boshlanadiki, qanaqa? Oila bu kichik jamiyat deyiladi. Siz oilaviy munosabatlaringizni qanchalik yo'lga qo'ya olsangiz, jamiyatga chiqib foyda berishingiz ham shunchalik rivojlanadi. Misol uchun e'tibor beramiz, siz ovqat tayyorladingiz va bunda boshqalardan e'tibor kutasiz yokida farzandlaringizni sizga qilgan munosabatlaridan yokida qilgan bir ishlaringizdan, misol nimanidir qildingiz, ular u ishingizni yoqtirishmadi yokida yig'ishtirgan joyingizni tez to'zitib tashlashdi. Xullas, shunga o'xshagan har xil holatlar bo'ladi-da. Ana shu holatlarni qanchalik yengib o'ta olsangiz, siz katta jamiyatga chiqib ham ko'plab insonlarga manfaat berish yo'llarini ochasiz. Bu qanaqa bo'ladi? Birinchi bo'lib qiladigan ishimiz. Siz qilayotgan ishlaringizda qanchalik Alloh roziligi va insonlarning roziligini yo'lga qo'ygansiz. Misol uchun, agar siz qaynonam rozi bo'lsin, turmush o'rtog'im rozi bo'lsin, farzandlarim meni yaxshi ona deb qabul qilsin degan ma'noda harakat qilayotgan bo'lsangiz, buni belgisi, e'tibor bering. Buni belgisi, siz qilayotgan ishlaringizdan keyin charchoq ko'payadi. Juda ham charchab ketasiz, zerikasiz bu ishda. Demak, bu ishda boshqalarning rioyasi bo'ladi. Mana shu narsani biz almashtirishni o'rganishimiz kerak. Ya'ni Alloh roziligiga almashtirishni o'rganishimiz kerak. Nimaga? Sababi, agar siz uyingizdagi shu 6 ta bo'ladimi, 7 ta bo'ladimi, 5 ta bo'ladimi insonni Alloh roziligi uchun xizmatini qilishga, Alloh roziligi uchun ularga manfaat berishga o'zingizni dasturlasangiz, o'zingizni shu narsaga sozlaydigan bo'lsangiz, katta jamiyatga chiqqaningizda ham, jamiyatga foydasi tegadigan ish qilganingizda ham sizda charchoq bo'lmaydi. Ya'ni siz qilmoqchi bo'lgan ishlaringizda agar siz hozir shu 5 kishi yoki 6 kishining xizmatida ham u rozi bo'lsin, u mendan xursand bo'lsin, u rahmat etsin, bu qabul qilsin degan fikrlar bilan xizmat qiladigan bo'lsangiz, tasavvur qiling, qaysidir joyga ishga bordingiz, endi sizni rozi qiladigan insonlaringiz yana ham ko'payadi. Yana ham vazifalaringiz kattalashadi, yana ham sizni stress holatlaringiz ko'payishni boshlaydi. Shuning uchun avvalambor inson, ayol kishi oilasidagilarni beminnat evassiz ularga xizmat qilishni, ularga minnatdor bo'lishni, ularga yaxshilik qilishni yo'lga qo'ya olsangiz va sizning missiyingiz ham yoki maqsadingiz yoki bir insonlarga manfaat tegadigan, foyda beradigan ishlarni qilishingizga ham yo'l ochiladi. Qachonki siz o'zingizni charchatmaydigan holatga kelsangiz. Chunki Alloh taolo bizga mehribon zot, hammamiz bunga iymon keltirganmiz, bizni Alloh yaxshi ko'radi. Siz Allohdan so'rayapsiz, Allohim, mana insonlarga manfaat beradiganlardan qilgin deb so'rayapsiz. Lekin o'sha bir bolangizni uyda to'zitgani yoki piyolani sindirgani yokida ovqat uchun kimdir sizga minnatdorchilik bildirmagani sizni tashvishlantirayotgan bo'lsa, tasavvur qiling, endi qaysidir korxonaga borib ishlayapsiz, u joyda 20-30 ta odam yoki 50-60 ta odamni sizga nisbatan munosabatiga qarab o'tirasiz. Natijada charchablar ketasiz. Endi siz mana shu holatda, ya'ni uyingizdagi 5 kishi bilan ishlamadingizda, siz 50 ta auditoriyaga kirdingiz, 50 ta inson bor auditoriyaga kirdingiz. Endi e'tibor bering, sizni yana ham e'tiboringiz 10x ga ko'payadi. Natijada siz yana ham og'irlashasiz, yana ham qiynalib ketasiz.
yoki haqiqatdan tashqarida shu insonlarga manfaat berib ish qilayotgan insonlar bo'lsa ham e'tibor bering, shunda sizda ko'proq charchoq bo'layotgan bo'lsa, ishingizdan zerikish, hammasini tashlab ketish yokida ishdan norozilik bo'layotgan bo'lsa, e'tibor bering, shu joyda ko'proq boshqalarning rioyasi kuchli. Ana shu boshqalarning rioyasidan chiqadigan bo'lsak, inshaalloh bizda charchoq hissi bo'lmaydi. Buni to'g'rilash uchun albatta oiladan boshlanadi. Hamma narsa oiladan. Ya'ni siz oilangizdagi bitta, ikkitasidan harakat qilib boshlaydigan bo'lsangiz, inshaalloh bu narsa sizni katta jamiyatda ham insonlarga manfaat beradigan joyingizda ham asqotadi. Sizda charchoq emas, zavq paydo bo'ladi. Jarayondan lazzatlanish bo'ladi. Misol uchun, mana farzandingizni naskisini yuyapsiz. O'zi katta qiz, o'zi yuvsa bo'lar edi. Nimaga haligacha yuvmaydi yokida e'tibor bermaydi deb norozilik bilan uni naskisini yuyapsiz-da. Mana shu joyda sizdan norozilik chiqadi. To'g'ri, u darsi ko'pdir, ishi ko'pdir yokida vazifalari ko'pdir, shu narsaga e'tibor bermagan yokida u yoshlik qiladi, ko'proq shu boshqasini kiyib ketib qoladi-da, keyingisini yuvishga ulgurmagan bo'lishi mumkin. Mana shu joyda siz yaxshiyam farzandim bor, yaxshiyam qizim bor, yaxshiyam uni oyog'i bor, paypoq naski kiyyapti. Yaxshiyam u yuryapti, naskisi kir bo'lyapti. Yaxshiyam u darslari bilan mashg'ul, vaqti yo'q degan ma'noda siz o'zingizda xursandchilik kayfiyati bilan e'tibor bering. Sizda shu paytda ong, qalb hamda qo'lingiz bir xilda harakatlanadi. Bitta fikr yo'nalishda bo'ladi. Ya'ni o'sha farzandingizdan rozilik hissida. Qalbingiz ham, aqlingiz ham va qo'lingiz ham o'sha ishdan rozi. Natijada haligi zavq, sizdagi zavq o'sha farzandingiz rivojiga sabab bo'lar ekan. Unga nur bo'ladi va u ishlarida ham, o'qishlarida ham va keyinchalik shu e'tibori ham kuchayadi. Lekin biz ko'pincha o'zimizdagi qo'rquv, hozir shunchalik qilyapti, keyin qilmay qo'ysachi, keyin dangasa bo'lib qolsachi, keyin unaqa qilmasachi degandek e'tibor bilan qaraymiz. Shuning uchun bizda norozilik bo'ladi. O'sha farzandimiz shu ishni qilmaganida va norozilik bo'lgandan keyin albatta charchoq bo'ladi va kayfiyatsizlik bo'ladi. Shuning uchun albatta oiladagi shu ishlarimizni Alloh roziligiga o'tkazishga harakat qilishimiz kerak. Bitta qadamlar bilan. To'g'ri, bir safar qilasiz, ikkinchi safar minnat qilib yorasiz, keyingi safar yana harakat qilasiz. Mana shu holatda siz oilangizni qanchalik Alloh rizoligi uchun yaxshi ko'rib ularning xizmatini qilishga o'zingiz dasturlasangiz, jamiyatda ham ko'pchilikka manfaat beradigan joylaringizda ham siz charchamaysiz va o'sha yo'llar ham sizga ochiladi. Alloh taolo vaqtingizga shundoq baraka beradi, oilangizdan ortib boshqa insonlarga ham 50 ta, 100 ta, 200 ta insonlarga ham manfaat beradigan ishlarni qilishingiz mumkin. Shuni yetkazmoqchi edim. Ya'ni biz oilamizdan boshlaymiz manfaat berishni. Oilamizda qanchalik xolislik bilan manfaat berishni o'zimizga odat tusiga kirgizsak, odat holatiga kirgiza oladigan bo'lsak, jamiyatda ham xuddi shu holatni kengaytira olamiz. Alloh taoloning mehribonligi bizni hech qachon azoblanishimizni, qiynalishimizni xohlamaydi. Demak, biz o'zimizga nima kerakligini, nima qilayotganligimizni, nima jarayon bo'layotganligini ichimizdan his qilib, o'zimizni tushunishga harakat qilib, ongli ravishda harakatlarimizni nazorat qilishimiz kerak. Va albatta buni natijasi ham bo'ladi inshaalloh. Inson ko'pincha ayollar shikoyat qilishadi-da, misol uchun turmush o'rtog'i tomonidan qadrlanmayotganligini, yaxshi munosabat ko'rilmayotganligi yoki sevilmayotganligidan shikoyat qiladi, lekin o'sha joyda ayollar shu aybdor deb turmush o'rtog'ini ko'rishadi. Lekin yaxshilab e'tibor berilsa, o'zlariga xolis qaralsa, sizlarga ham tavsiya, misol uchun o'shanaqa holatni boshqalar bilan ham qidirib ko'ring. Bu bo'lishi mumkin. Ishxonada ishlasangiz, boshqalar bilan munosabatingizga qarang. Qo'shningiz bilan munosabatingizga qarang.
qarindosh urug'lar bilan munosabatingizga qarang, dugonalar bilan munosabatingizga qarang. O'sha joyda ham qandaydir o'zingiz qadrlanmayotganligingizni, sizga yoqmaydigan munosabatlar borligini ko'rishni boshlaysiz. Demak, e'tibor bering, turmush o'rtog'imiz bilan o'rtamizdagi munosabatlarni keskinlashuviga ko'proq o'zimizni miyamiz ichidagi negativ fikrlar sabab bo'ladi. Chunki u fikr bizni kallamiz ichidami? Demak, biz kim bilan munosabat qilsak, o'sha bilan shunaqa vaziyatlarga uchrashimiz mumkin. Erkak kishini aybdor qilamiz, lekin boshqa joylarda ham xuddi shunaqa e'tibor talab qilamiz. Lekin ulardagi o'zini lavozimidan kelib chiqib, misol uchun qarindoshlardan qarindoshlikni talab qilasiz, qo'shnilardan qo'shnichilikni talab qilasiz, dugonalardan dugonachilikni talab qilasiz. Xuddi shunday siz boshqalardan e'tiboringizni ham shunchalik kutyapsizmi? Demak, u fikr sizni miyangiz ichida. Ya'ni o'zimizni ongimizda o'zimiz haqida fikrimiz bor. O'zimizdan norozi bo'lamiz. Ana shu o'zimizdan bo'lgan noroziligimizni turmush o'rtog'ingiz, opa-singlingiz, qarindoshlaringiz, qo'shningiz, yaqinlaringiz sizga ko'rsatib beradi. Bu narsa ko'proq bizda yoshligimizda shakllanadi. O'zimiz haqimizdagi qarashlarimiz. Shuning uchun erkak kishini yaxshilashga yoki bo'lmasam uni to'g'irlashga harakat qilamiz, lekin biz ongimiz ichidagi fikrlar o'zgarmagandan keyin bizga o'sha munosabatni qiladigan qahramonlar o'zgaraveradi. Tasavvur qiling, siz gapirdingiz yoki urishdingiz, talashdingiz, xullas turmush o'rtog'ingiz o'ziga chiroyli munosabat qiladigan qilib oldingiz. Lekin sizga farzandingiz kelishi mumkin, shunaqa munosabat qilib, yoki qo'shningiz kelishi mumkin, yoki dugonangiz kelishi mumkin, hattoki kelin kelishi mumkin sizga shunaqa munosabat qilib, yoki sizga kuyov keladi, yoki nabira, xullaski sizni hayotingizga kirib keladiganlar o'sha vazifani bajaraveradi. Shuning uchun o'zgarishlarni albatta o'zimizni miyamiz ichidagi negativlardan boshlashimiz kerak. U negativlar qanaqa? U negativlar o'zimiz haqimizda. Ya'ni o'zingizga beradigan sifatlaringiz, tanqidlaringiz ko'pligidan. Endi ular qayerdan kelib chiqqan deganda, ularning ildizi chuqur kirib borganingizda Allohga nisbatan badgumonlikdan kelib chiqadi, norozilikdan kelib chiqadi. Lekin biz ongli ravishda buni bilmaymiz. Lekin ong ostimizda o'zimizdan norozi bo'lgan joylarimizda chuqur ildizida Allohdan noroziligimiz kelib chiqadi. Va bizni miyamiz ichidagi mana shu virusni tashqaridagilar ko'rsatib beraveradi. Qachonki siz shu miyangiz ichidagi shu negativni tozalay olsangiz, shu negativni to'g'irlay olsangiz, hayotingizda ham o'zgarishlar bo'ladi. Siz erkak kishini o'zgartirib qo'ya olmaysiz, siz qaynonangizni o'zgartirib qo'ya olmaysiz, chiqib qo'shningizni o'zgartirib qo'ya olmaysiz. Lekin ularni sizga nisbatan munosabatni o'zgartira olasiz. Tasavvur qiling, sizdan o'sha virus, miyangiz ichidagi virus tozaladingiz, sizdan chiqadigan nur bor. Siz qo'shningiz yoniga borganingizda u nur ta'sirida sizga munosabat qiladi. Turmush o'rtog'ingiz ham o'sha nur ta'sirida sizga munosabat qiladi. Yoki qaynonangiz yoki farzandingiz, xullaski sizdan chiqadigan o'sha sokinlik deysizmi, nur deysizmi, ijobiy fikrlash deysizmi, sokinlik, xullas nima desangiz ham o'sha sizdan chiqayotgan yaxshilikka ularning javobi bo'ladi. Lekin sizdan negativ chiqsa, albatta shunga yarasha javob keladi. Shuning uchun ko'proq o'zimiz bilan band bo'lishimiz, o'zimizni fikrlarimizni to'g'irlashga harakat qilishimiz kerak. Bu narsa birinchi bo'lib o'zimizga kerak. Buning uchun albatta vaqt kerak bo'ladi, mashq kerak bo'ladi. Vaqt kerak deganda shu bir marta shu fikrimni o'zgartirishim kerak ekan deb turib, shu bilan uni tashlab qo'yib, qachondir vaziyatda o'zgarishni kutish emas, qayta o'sha yangi fikrni o'zingizga ta'kidlash, takrorlash, tafakkur qilish orqali o'zingizga singdirishingiz mumkin. Biz ong ostimizga singdiradigan ijobiy fikrlarimiz albatta tafakkur bilan kirib boradi. Qanchalik ko'p o'sha ijobiy fikrni tafakkur qiladigan bo'lsangiz, ana shu fikr sizga dasturlanadi.
Endi miyamizda judayam fikrlar ko'p bo'ladi. Buni qanaqa qilib tartiblash mumkin deyilganda, ko'proq ustozlar tavsiya berishadi. Bitta fikrni yozing va o'sha fikr atrofida o'ylashga harakat qiling. Natijada o'sha miyangiz qiladigan ishda qilyapti, faqat u sizni buyrug'ingiz asosida. Ya'ni siz mana shu sohada fikrlagin, mana shu haqida o'ylagin dedingiz va natijada u shu soha haqida o'ylayapti. Misol uchun ustozlar tavsiya berishadi, kimnidir yoqtirmayapsiz, norozisiz, o'sha haqida 10 ta ijobiy tomonini toping deyiladi. O'shanda miyani fikrlarda siz band qilib qo'yasiz. Shuni yaxshi tomonini topgin deb. Natijada u o'ylayveradi, oldingi ishini qilyapti, faqat u siz aytgan tomonda harakatlanyapti. Natijada vaziyatlar ham shunga mos tarzda o'zgarishni boshlaydi. Shuning uchun albatta o'zgarishlar o'zimizdan boshlanadi. O'zimizni miyamiz ichidagi avvalambor o'zimizga nisbatan munosabat, hayotga nisbatan munosabat, eng chuquri shu Allohga nisbatan munosabatlarni o'zgartirish orqali hayotimizni ham yaxshi tomonga o'zgartiramiz inshaalloh.